doirani yuvganman. Qilib shimib tashlab yuborarkanlar-da. Ovqatga turib qo'yganman. Kelali paytingizda esingizdan chiqmaydigan kulgili voqea. Eng kelin paytingizdagi. Men uchun har kun ertalab vaqtli turib, supurib, choy tayyorlash kerak bo'lgan. Ertalab turish juda ham qiyin bo'lardi. Bir kun uyg'onganimda ko'chada rissa yomg'ir yog'ayotgan, men bundan juda ham xursand bo'lib ketganman. Eng qiziq voqea men uchun shu bo'lgan. Ovqatga turib qo'yganman. Bo'lishma bir narsa pishirib o'tdim. Prям qop-qora bo'lib ketgan, esdan chiqib qolgan. Keyin kelaligimda qaynona buvimlar unaqa narsa aytib berganlar. Ularni to'li oylari, to'li qaynonalari kelin bo'lib tushganlarida tarvuz kesishgan ekanda. Tarvuz kesilgan, stolga qo'yilib, hamma yeyishni boshlaganda, unda oling kelin, yangi kelin bo'lganlar, bu jonim oling kelin deyishganda, "Yo'q rahmat, yemayman" degan ekanlar-da. Uni yemayman degani bu prosta uyalgandan yemayman degan. Uni uydagilar bilasizlar, nima deb tushungan ekan? Qaynona-qaynotasi tushunishgan ekan, bu kelin tarvuz yemaydi deb tushunishgan ekanda. Shu bilan bu kelin tarvuz yeydigan kelinga chiqqan ekan. Har safar o'shanda oshxonaga kirar ekanlar-da, yangi tarvuz kesib yonmas ekanlar, deb, ani po'chog'i bor-ku, po'chog'ini tegini qilib shimib tashlab yuborar ekanlar-da. Shu darajada uyalganda, shu darajada men yo'q, men unaqa demaganman deyishga uyalganda shunaqa holat bo'lgan ekan. Men musiqashunoslar uyiga kelin bo'lganman. Qaynona-qaynotam turmush o'rtog'im musiqa sohasidan va zerikkanimdan doirani yuvganman. Doirani yuvish mumkin emas ekan. Buni bilganlar biladi. Chunki teri taring bo'lar ekan va u yumshab ketar ekan. Men u changib ketdi deb o'ylab uni yaxshilab yuvganman. Kelgandan keyin meni ichim urushmagan, lekin shunchaki tushuntirib qo'yishgan. O'shandan keyin iltimos bizning instrumentlarga umuman tegmaydi, o'shanda bir temaga borku. Buni nazardan eslatdi.